asal yarmarkasini ko'rib chiqamiz. Qanaqa asallaringiz bor? 7-doda Tog'da asali qanchadan? 100 ming deyapman, 80 dan beraman. 80 dan. Bunisi-chi? Bo'tako'z bilan yantog'ni aralashmasi. Bular qanchadan? Narxini ayting. Bular 80. 80 mingdan. Asallarni gulchangi bu. Asallar bilan tanishtiring Buraya bizlarni. asallarimiz ha. Xo'p, mana bu asalimiz. Mayıska asalimiz. Nech pul? Bunikilar 80 ming so'm. Bedan asali nech pul? 70 ming so'm bunisi. Bunisi-chi? Yantog' asal 70 ming so'mdan. Bu grechesniy asal 70 ming ham. Paxta asalimiz 70 ming so'mdan. Gul asalimiz 80 ming so'mdan. Bu asalimiz 70 ming so'mdan. Obunachilarimga nech pul qilib berasiz? Kelishtirib berasizmi kelsa? Kelsa kelishtirib beraman. Mana qaranglar odamlarning ko'pligini. Mana qaranglar bu yerda shag'amda. Вы сами делали, да? Ручная работа. Свечки, да, это у нас? Toza asal qidirayotgan bo'lsanglar, bunaqa shansi o'tkazib yubormaydi. Hamma yoq asal. Hamma yoq. Anhor Lokomotiv parkida 11-dekabrgacha asal yarmarkasi bo'lyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.